Rasul Kusherbayev prezident bo'lishni xohlaydimi? Mana shu mavzuda Kusherbayev xalqqa video murojaat qildi. Nomzodingizni prezidentlikka qo'ying yoki Rasul Kusherbayev prezident bo'lishga loyiq degan insonlarda gapiga ishonmanglar. Bularning maqsadi davlat rahbariga kirgizib, mana Kusherbayevning asl maqsadi degandek davlatga dushman, rahbarga dushman qilib ko'rsatish yo'lidagi bitta fitna bu degan ogohlantirish bilan chiqdi. Haqiqatan hozirgi kunda Rasul Kusherbayevning xatti-harakatlarini noto'g'ri talqin qilib turib, ya'ni Rasul Kusherbayev prezident bo'lishni xohlayapti, Rasul Kusherbayev sizni kresloyingizga ko'z tikyapti deb turib tushuntirishib, ya'ni vatan xoiniga chiqarib qo'yishga harakat bo'lyapti. kallam ketadigan narsalardan meni asranglar. Rasul Kusherbayevning xatti-harakatlari shunchaki xalqqa foydam tegsin, qonunimiz ishlasin degan narsalari umuman boshqacha ma'noda talqin bo'lib qolyapti. Hattoki ba'zi bir insonlar vatan xoini, davlatga proti chiqyapti degan narsalarni ham gapirib chiqishyapti. Meni qamalib ketishga, meni yo'q bo'lib ketishga olib boradigan bunaqa, balki bilmay yozayotgan bo'lsangiz, bu fitnaga aralashib qolmang. Endi to'g'ri, prezidentdan bu narsani eshitgandan keyin ishonib turib Rasul Kusherbayevni qamab yormasa ham, lekin eshitgan quloqqa xuniga eshitiladi. Baribir nazaridan qolib qolishi mumkin. Shuning uchun bunaqa provokatsion narsalarni, ya'ni prezident bo'ling degan narsalarni yozmanglar. To'g'ri, oramizda sodda insonlar ham bor. To'g'ri ma'noda, yaxshi ma'noda ham gapirishi mumkin. Lekin bizning sharoitda bunaqa fitna bo'ladi faqat.